Toshkent shahrimizda Uchtepa tumani bor. Shu yerda Xondamir degan mahalla bor. Xondamir degan mahalla. Oldingi nomi Hamza mahalla edi, Xondamir mahallasi. Shu Xondamir mahallasida hozir shu odam hayotli, Rixstilla ota degan inson yashaydi. Yoshlari bir 80lardan oshib qoldi, menimcha. Keksa odam, tabarruk odam. Ko'zinglar ham shu qo'ygan bo'lish kerak. Velosiped haydab yuradilar, oppoq soqolli nuroniy odam. 3 ta qildiraylik, velosipedlari bor. Shu velosiped haydab yuradilar. Otaxon. Shularni bir padar buzg'onlari bo'ladi, Alloh rahmat qilsin. Ko'zlari ojiz inson edi, qariya, qori buvadirdik. U paytda endi tramvaylar yuradi shaharda, tramvaylar bor payti. Shu keksa otalarini qo'llaridan yetaklab, shunday qo'llaridan yetaklab, xuddi kelin-kuyov padishga qo'ladi, shunga o'xshagan qo'llarini yetaklab namoz jumaga Ko'kcha masjidga olib boradilar tramvayda. Jumani harakatini payshanbadan ko'radigan naql bor xalqimizda. Bizani uyimizning oldida bir hammom bo'ladi, umumiy hammom shu paytda. Payshanba kuni otalarni hammomga olib tushib, yuvintirib, cho'miltirib, jumaga tayyorlab, xuddi chaqaloq bolani qaragandek shunaqa parvarish qilardilar. Keyin juma kuni, ertasi kuni jumaga olib borib, jumadan olib chiqib ovqatlantirib, xursand qilib, uyga olib qo'yib, keyin ishlariga ketardilar. Shunda otalari duo qilar ekanda, Rasululloh bolam hajga borgan, hoji bo'lgan. Bu odam hayron bo'lar ekan, men oilaga qaram odam bo'lsam, qanaqa hajga boraman, menga yo'l bo'lsin, derkanlar. 1991-yili yurtimiz mustaqil bo'ldi. 1992-yili Alloh rahmat qilsin, birinchi prezidentimiz Saudiya Arabistoniga tashrif buyurdilar. U paytda Fahd bin Abdulaziz degan odam podsho edi Saudiyada. 92-yildan haj umra yo'lga qo'yildi. Birinchi bo'lib borganlar 500 kishi borgan hajga shu paytda. 1995, yanglishmasam 96-yilgacha Zuyuful Malik degan tashkilot bo'ladi, podshoning mehmonlari. Masalan, Saudiyaning qiroli bir 100 ta, 200 ta odamni tekinga, kambag'allarni, hajga kela olmaganlarni hajga kelsin deb chaqirardi. O'zining hisobidan. Podshoning mehmoni bo'ladi. Ularga alohida qaraladi, alohida absolut ularga. Alohida gastinsa. Shunda Rasululloh ota, hozirgi hikoyamiz qahramoni, 2-3 ta o'rtoqlarni, hajga ketayotgan o'rtoqlarini kuzatib, Toshkent aeroportiga chiqadi. U paytda ehromga uydan kirib chiqilardi. Uydan ehromga kirib, labbaykani aytib chiqilardi. Keyin samolyot parvoz qilganda Al-Imaratul Arabiyatul Muttahida, Birlashgan Arab Amirliklariga qo'nib, Sharja shahriga qo'nib, zapravka qilib, keyin Saudiyaga uchadi. Hozir endi to'g'ri uchadi. Toshkent, Madina, Makka to'g'ri uchadi hozir. Shunda bu odam havas kelib, hajga ketayotgan odamlarni ko'rib, havas kelib, endi otalari u paytda qazo qilib ketgan. Qaniydi pulim bo'lganda men ham hajga borardim deb o'kinib qarab turganda, yig'lab qarab turganda, 4 ta 5 ta bashang kiyingan, galstuk shunda chiroyli kiyingan yigitlar kelib, "Amaki, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Pasportingiz yoningizdami?" Amaki qo'rqib ketadi. "Ne so'rayaptilar pasportni? O'zbekchilik, cho'chilik bor, men pasport so'rayaptilar." Shunda amaki qo'rqmang, pasportingiz bo'lsa bering, sizni hajga yuboramiz, hozir ketasiz. Podshoning mehmonlari degan o'rin bor, 30 ta o'rin to'ldirib berishimiz kerak. Srochna hozir yopishimiz kerak 30 ta o'rinni. Bering deb pasportlarni olib hajga yuborishadi. 7 soatda yetib borgan bo'lsa, o'sha paytda 7 soatda bu kishi Madinadan uylariga telefon qiladilar, Xondamir mahallaga, Toshkentga, xavotir olmanglar, men hajdaman deb. Mana shu joyda otani, o'sha ko'zi ojiz otani Rasululloh bolam hajga borgin degan duolari qabul bo'lgan soat ekanda, otani duosi qabul bo'lgan. Bir gap bordi, Abdumalik. Shundan hozir o'zi tushunib olasiz. Ishing zo'r bo'lganda deydi. Ishing zo'r bo'lganda, martabang ulug' bo'lganda, ketmoning baland uchganda, mansabing bo'lganida
yoningdagi o'rtoq do'stlaringni ko'pligini ko'rib, "Oh, mani do'stlarim sochimni tolasdan ham ko'p deysan. Boshingga kasallik kelganda, musibat kelganda, mansabing ketganda, hamma yoq dabdala bo'lganda boshingni kal ekanligini bilasan" degan. Tushundingizmi?